Hammaga assalomu alaykum hurmatli soqqa qabchilar. Bugun biz sizlar bilan yana binariumda va bugun men sizlarga ajoyib bitta strategiyani o'rgataman. Bir nechta indikatorlardan foydalanamiz albatta. Birinchi navbatda MACD hammamizga tanish va ikkinchisi ham unchalik begona bo'lmagan RSI. Ot. Mana bunisi. Xullas. Xo'sh, ana endi bizani birinchi navbatda qiladigan ishimiz har doimgidek support hamda resistance zonalarini aniqlab olamiz. Demak, time frame ni to'g'riladim. Support hamda resistance bu nima? Bu narxni eng ko'p to'xtagan yoki qaytgan joylari hisoblanadi. Buni aniqlash uchun bizga horizontal liniya yoki bo'lmasam xo'sh, nur aynan mana shu chiziqlardan instrumentlardan foydalangan holatda narx qaytgan joylarni aniqlab olamiz. Bu qo'llab-quvvatlash, ya'ni support narx pastga tushib qaytgan nuqta, qarshilik, ya'ni resistance bu narx yuqoriga ko'tarilib tushgan nuqta. Aynan mana shu darajalar narx ko'pincha mana shu darajalar atrofida reaksiya qiladi, ya'ni xuddi shu joydan qaytadi yoki kuchli harakat bilan sindirib o'tadi. Shuning uchun bu nuqtalar savdoga kirish uchun eng ishonchli joylardan biri hisoblanadi. Aynan shunga asoslanib biz trade qilamiz. Xo'sh, ana endi hozir har doimgidek depozitimizni 1% atrofidagi pulni сделкаga ochamiz, ya'ni pastga. Qaranglar. Hozir men indikatorga asoslanib сделка ochdim, ya'ni xo'sh, asosiysi bizda MACD borlar. MACD ga e'tibor qaratasizlar va support resistance bilan ishlaysizlar. RSI bizga qo'shimcha kuchliroq signal berish uchun ishlatiladi. Xo'p, demak, MACD bu trend yo'nalishini va kuchini ko'rsatadi. MACD ning asosiy qismi bu ikkita chizig'i. Aynan mana shu narsaga ko'proq biz e'tibor qaratamiz, ya'ni bittasi ko'rib turibsizlar, qizil hamda ko'k. Bizani qiladigan ishimiz mana shu ikkita chiziqni kuzatish hamda o'shanga asoslanib bitim ochish, ya'ni agar qaranglar. Xo'sh, qizil chiziq tepada bo'lsa, biz pastga сделка ochamiz. Lekin ko'k chiziq yuqorida bo'lsa, biz tepaga сделка ochamiz. Tushunarli, juda ham oson. Bu shunchaki trendning kuchini, yo'nalishini ko'rsatib beradi bizga. Undan tashqari bizda ko'rib turibsizlar, o'rtada yashil hamda qizil как barlardan iborat narsa bor. Bu MACD histogram deyiladi va bu trend kuchini ko'rsatadi. Hozir masalan qizil-qizilda chiqib turibdi, bu degani trendning asosiy kuchi pastga qarab ketyapti degani. Va ko'rib turibsizlar, buni mana сделкamiz plyusda yopildi. Buni tasdiqlayapti MACD chiziqlari ikkitasi, ya'ni pastga qarab ketyapti. Endi qaranglar. Bizda RSI bor. Bu narxning haddan tashqari ko'tarilgani yoki tushganini ko'rsatadigan indikator. Demak, bizda 70 hamda o'rtacha 60 bor, 70 hamda 30 lik chiziqlari bor, ya'ni pastda 30, tepasida 70. 70 dan yuqori bo'lsa, narx ko'tarilib ketgan va tushishga moyilligi bor degani. Lekin 30 dan pasayib ketsa, narx juda ham tushib ketgan va ko'tarilishi ehtimoli bor degani. Bu indikator savdoga kirishda qo'shimcha tasdiq sifatida ishlatiladi odatda. Aynan mana shu 3 ta strategiyani, ya'ni support hamda resistance, MACD va RSI ni chiroyli qilib ishlatsak, сделкаlarimizni ko'pisi plyusda yopiladi. Har doim ham bitta narsani esinglarda tursin, ya'ni depozitimizni to'g'ri taqsimlash bu muhim qoida. Iloji boricha 1 hamda 5% oralig'idagi, demak, summani agar mana plyusda yopdik. Summani agar risk qiladigan bo'lsak, biza martingale strategiyasiga asoslanib ishlaydigan bo'lsak, depozitimizni slip bo'lib ketishini oldini olamiz. Yaxshi, yana pastga. Xo'p, demak, katta ehtimol plyusmi yoki minus, okey, hech qisi yo'q. Bizda $200 bor va mana bu joyga e'tibor qilsanglar, kesishdi va tepaga bitim ochdim. Voh, yaxshi ushlabmiz. Qaranglar, MACD sekin kesishdi, ko'rdinglar va mana bu ko'k chiziq qizil chiziqdan tepaga o'tib oldi. Aynan bu zo'r nuqta, ideal nuqta, aynan mana shu kesishayotgan nuqtasidan bitim ochib kirish bu ideal nuqta. Xo'sh, demak, mana bu yerdan endi pastga сделка ochaman. Nimaga? Chunki RSI ga e'tibor qilinglar, RSI ga bizda hozir pastga qarab ketyapti.
Xo'sh, narx lekin ko'tarilib ketdi. No, davay. 2 barobarga ko'paytiramiz va pastga. Xo'sh, plyusmi, hatsa bittasi. Demak, yo'q. Va $500 bilan qaranglar. Iloji boricha biza yaxshiroq nuqta. Menimcha shu yerdan, qani ketdik pastga. $500. Yaxshi, plyusda yopdik. Ajoyib. Yana $100 ga qaytamiz va trendni davom ettiramiz. E'tibor qilinglar, bizaga yana pastga signal beryapti. Uchi burilishni boshlagani bu aynan trend chizig'ini o'zgaryapti degan ma'noni beradi. Ikkita ketma-ket vaqtlarini uzaytirib, bitim ochish ham ajoyib strategiya, ayniqsa bu foyda beradi qachonki siz uzoq bitta trendni boshlanishida agar zelka ochsangiz, bu zo'r foyda beradigan narsa. Demak, hammasi zo'r, ajoyib, zelkali plyusda yopildi. Har doimgidek, bugungi sizlarga o'rgatmoqchi bo'lgan narsam shu edi. Yanada ko'proq informatsiya uchun Telegram kanalga, VIP kanalimizga o'tib qo'yinglar. Silka opsiyaniyada har doimgidek. Xo'sh, $1000 dan ziyodroq topib qo'yibmiz. Kanalga obuna bo'linglar, kommentariyada fikringizni kutaman. Agar Soqqa hafta hali yangi bo'lsanglar, albatta Telegram kanalimizga qo'shilib qo'yinglar. Bu yoqda YouTube'ga har doim ham qo'ymaydigan zo'r strategiyalarni o'rgatib boramiz. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar.